Bismillahirrohmanirrohim. Ikkita Wi-Fi modemni bir-biriga ulash. Xo'p, mana uzonline'ni GPON modemi. Bunda internet bor. Mana bu yerda ADSL eski modem. Bu mana modemni bunga ulab, boshqa uzoqda, boshqa xonada yoki boshqa hovli, boshqa kvartirada internet bo'lishi uchun 50 metr, 100 metrli sim bilan boshqa xonaga ham tochka do'stlik qilish. Buning uchun birinchi qilinadigan ish mana bu modemni ichiga kirib, mana bu yerda 4 ta saru porti bor. Mana shu saru portlardan internet tarqatadigan qilib yoqib olish kerak bo'ladi. Bu yerda zavodskoy nastroykada internetlar tarqatadigan qilinmagan bo'ladi, o'chib bo'ladi. Buni yoqish uchun birinchi Wi-Fi bilan mana shu telefondan kirsa ham bo'ladi, Wi-Fi dan mana shu modemni ichiga kiriladi. Mana shu modemga ulandi, hozir ulangan, uni ko'rsatishim shart emas. Mana shu modemga ulangandan keyin Google Chrome'ga kiriladi. Mana bu yerga IP adres yoziladi. Google Chrome'ni tepasiga. Buni qayerdan olyapti? Mana bu yerda modemning orqasida mana IP adres 192.168.101 deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerda username root, password admin hw. IP adresni yozib Google Chrome'ga telefondan xuddi shu ish qilsa bo'ladi. Mana shuni yozib shu joyga kiriladi. Shu joyga kirilgandan keyin modemni orqasida login parollarni yozib kirsa ham bo'ladi-yu, lekin yerda kamroq prava bilan kiriladi. Bizga ko'proq prava kerak bu ish qilish uchun. Ko'proq prava uchun bu yerga xo'p, nima deb yozib kirardi? Mana Telegramimda bor edi. Mana Telekom admin telekom deb yozib kirish kerak. Telekom admin loginga, admin telekom parolga yoziladi. Telekom admin telekom kiriladi. Mana GPON modemni ichiga kirib oldi. Kirgandan keyin mana nastroykasiga bosiladi. Advanced deb yozgan ekan. Keyin mana langa bosiladi. Langa bosilsa mana bu yerda qanaqadir yozuvlar turgan bo'ladi. O'z bunaqa ko'rinishda bo'lmaydi. Agar shunaqa ko'rinishda bo'lsa, o'zi mana lamba, lan 2 to'rlarda pitichka bor bo'lsa, o'zi internet tarqatadigan qilib yoqilgan bo'ladi bu modem. Agar bunaqa emas bo'lsa, shu yerda turgan yozuvning ustiga bittami, ikkita bossa, mana shu yo'llar chiqadi. Mana bu yerda pitichka bo'lmaydi. Xullas shu yerga pitichka qo'yib, apply saqlanib, keyin modemni o'chirib yoqish kerak bo'ladi. Birinchi modem tayyor bo'ldi. Bu mana shu modem internet tarqatayotgan GPON modemni tayyorlab oldi. Tayyor bo'lgandan keyin endi ikkinchi modemga mana bu yerdan Wi-Fi bundan o'chiramizda. Bu modemdan o'chirib, mana ikkinchi modemga yoqamiz. Podключиться. Bunga yoqayotganda mana birinchi bu modemni zavodskoy nastroykaga qaytarib olamiz. Zavodskoy nastroykaga qaytarish mana shu yerda reset degan knopkasi bor. Shuni bosib tursa modem o'chib yonadi. O'chib yongandan keyin ichidagi hamma nastroykalar zavodskoy bo'ladi. Zavodskoy bo'lgandan keyin mana bu yerda Wi-Fi paroli bor. Wi-Fi ga ulanish uchun Wi-Fi ga ulanib olinadi. Hop, biz hozir mana shu internet yo'q modemni Wi-Fi ga ulandi. Mana net подключение к интернету deyapti. Bu ikkinchi modem hali internetga ulanmagan, prosta tokka tiqib qo'yilgan, hech narsa hech qayerga ulanmagan. Mana shunda turgancha tokka tiqilgan. Hop, tokka tiqilgandan keyin Google ga kiriladi. Google tepasiga xuddi o'shanga o'xshab, boyaga o'xshab IP adresi yoziladi. Buni ham modem orqasida IP adresi yozilgan bo'ladi. Mana modemimda IP adresi o'rniga tplink.modem.net yozilgan ekan. Lekin boshqa ADSL eski modemlarda 192.168.1.1 yozilgan bo'ladi. IP adres deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'shani yozib kirish kerak. Lekin bu modemga ham xuddi o'sha 192.168.1.1 yozsa kirar ekan. Hop, biz shu orqasidagini yozaveramiz. Mana tplink.modem.net. Shuni bossak, mana shu ikkinchi modemiga ichiga kiradi. Parol admin. Bu ham modemning orqasida yozilgan. Login parol admin deb yozilgan. Uni ham ko'rsatish shart emas. Xo'p, mana endi ikkinchi ADSL modemni ichiga kirdi. Настройка interfeysiga bosamiz. Lokalniy setga bosamiz. Bu yerda boyagi GPON modemimizning IP adresi bor edi. 192.168.101 edi. Bu 11.
o'shanga mos keladigan qilib olishimiz kerak. O'shaning uchun buni 100 qilamiz. Mana birini boshqa xohlagan son qilib qo'yamiz. Nima esa u bilan bir xil bo'lishi kerak emas. Shu mana shu 3 ta xonasi bir xil bo'lishi kerak. 192, 168, 100 bir xil bo'ladi. Oxirgi xonasi boshqacha bo'ladi. Bu birinchisi. Keyin mana DHCP ni o'chirish kerak. Выключить qilsa o'chadi. Buni o'chirish kerak o'zi. Agar o'chirmayman, menga mana shu port, mana 4 ta porti bor, internet tarqatadigan. Mana shu ikkinchi modemga mana 4 ta porti bor, sarov. Qolgan portlari menga internet tarqatish uchun kerak desa, bittasini o'chiradi, qolganini yoqib qoldiradi. Bu GPON modemdan kelgansimni shu o'chirganiga ulaydi. O'shanda internet bunga kiradi, qolganlardan tarqataveradi. Lekin boshqa ortib o'tirmaslik uchun mana shu DCP ni polniy o'chirib tashlagan yaxshi. Mana DHCP ni выключить qilindi, qilingan ish mana. Shuni o'chirildi, IP adresi o'zgartirildi modemniki. Anu bilan bir xil bo'lishi uchun birinchi modem bilan сохранить qilinadi. Modem o'chirib yoqiladi. O'chirib yoqilganidan keyin ikkita modem ham o'chirib yonildi. Birinchi GPON modemni любой portiga tiqib, o'sha 50 metr, 100 metrlisini любой portiga tiqib, bizada mashina ham любой portiga tiqsa internet ishlayveradi agar polniy o'chirsa DCP-ni. Xo'p, bu bo'ldi. Boshqa xonim bu bo'ldi. Lekin yana bitta modem bor, mana bunaqa. Bu ham xuddi shu TP-Link-ga, lekin bunda mana bunaqa WAN porti bor. Bozorga chiqib, bozordan Wi-Fi router WAN deb so'rasa, xuddi shuni berishadi. Mana bu yerda WAN porti bor. Buniki ancha oson. Bunda ikkinchi modemni umuman nastroyka qilish ham shart emas. Boyaga aytganimdek, mana shu birinchi modemni nastroyka qilib olinadi. Bu yerga sim tiqib, uni simini mana shu ko'k joyiga tiqib qo'yilsa bo'ldi, 100% bu ham internet tarqataveradi. Mana saruvlardan ham internet tarqatsa bo'ladi, Wi-Fi dan ham internet tarqataveradi boshqa xonada. 50 metr, 100 metr, kitobida 100 metr degan, men 55 metrda ishlatyapman. Ishlayapti bez problem. Endi mana shu